Mana 2026-yil ham ostona xatlab turibdi. Xo'sh, o'tgan 2025-yilda Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan qanday ishlar amalga oshirildi? Qanaqangi yutuqlarga erishildi? Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Zero bu suvga pul to'lagan xalqimizga, qolaversa bizga ishonch bildirgan insonlarga nisbatan hisobotdir. Bayramı küçük kerak emas. Bir kun oldin bo'lsa ham toza suvni xalq ichgani ma'qul. Hurmatli prezidentimiz bizga bergan topshiriqlari shu. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati 2025-yil davomida aholiga toza ichimlik suvi yetkazish bo'yicha quyidagi ishlarni amalga oshirdi. Jumladan 72.7 kilometr yengitdan ichimlik suv tarmoqlari tortildi. 135.9 kilometr mavjud ichimlik suv tarmoqlari ta'mirlandi. 226 ta mavjud nasos agregatlari ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Natijada viloyatdagi 78 ta mahallada yashovchi 120 ming nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Shu kabi jamiyat tomonidan 2025-yilda ichimlik va oqova suv inshootidagi elektr energiya sarfini kamaytirish, energiya samaradorlikka erishish maqsadida 257 ta yangi energiya tejamkor nasos uskunalari, 74 ta chastota rostlovchi qurilmalar, 219 megavat soat quvvatli quyosh panellari o'rnatildi. Buning natijasida yil boshiga nisbatan 219 million kilovat soat elektr energiya tejashga erishildi. Avariya holatlarini tezlik bilan bartaraf etish uchun Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan jami 35 ta maxsus texnikalar, jumladan 15 ta ekskavator, 2 ta avtokran, 2 ta kran manipulyator, 1 ta motoroller va 15 ta avariya tiklash texnikalari xarid qildi. Avariya xizmati xodimlarining moddiy texnika bazasini yaxshilab, 154 ta anjomlar va 1200 ta maxsus kiyim-bosh bilan ta'minlandi va 27 ming ta avariya joyida bartaraf etishga erishildi. Boshlangan ezgu ishlarimiz 2026-yilda ham davom etadi.